Assalomu alaykum. Bugun frontend bo'yicha ketayotgan 28-darsimiz. Bugungi darsimiz amaliyotga bag'ishlanadi. HTML hamda CSS dan shu vaqtgacha 28 ta dars davomida o'rgangan kodlarimizdan foydalangan holda bitta chiroylikkina veb-saytni tashqi ko'rinishini, soddagina tashqi ko'rinishini yaratishga harakat qilamiz. Albatta o'zimiz veb-saytni tashqi ko'rinishini yaratib ko'ramiz. Ya'ni u yerda kirganimizda veb-saytda background image bo'ladi chiroylikkina. Va bu yerda menu bo'ladi hamda bu yerda kichkina bir narsa qilib ko'ramiz. Albatta buni yuzda yoki vazifa qilib o'zingiz boshqacha stilda, boshqacha rasmda ishlatib qilsangiz bo'ladi va albatta bu videodan foydalangan holda. Unday bo'lsa, demak, boshladik. Birinchi title ga ko'rib turganlar Web Development School deb yozib oldim va style.css da ulab oldim. Xo'p, endi bu yerda nima qilamiz? Birinchi bo'lib bizga menu bar kerak bo'ladi. Albatta menu barsiz veb-sayt emas. Menu bar qildim. Li ochdim va uning ichiga anchor tag berdim. Va bu yer bunday qoldi. Bunga bosh sahifa. Va li ga men class berib yuboraman. Bu klassga active deb yozib qo'yaman. Sababi veb-saytda turganimizda bosh sahifada turganda, ya'ni siz bosh sahifada turganingizda active qilib mana shu yerga boshqacha rang beramiz. Buni tushuntirib o'tib ketaman, nima uchun active berganimni. Hop. Bosh sahifa bo'ladi bizda. Bizning xizmat bo'ladi. Biz bilan bog'lanish. O'zbekchada qilishga harakat qilib ko'rdim. Ko'proq men buni ya'ni home, contact, about deb yozganman. Shu sababdan o'zbekcha sal g'alati chiqishi mumkin, o'zim uchunmi yoki. Xo'p, va bu yerda biz haqimizda Ctrl+S. Ko'rib turganinglardek albatta buni qilib oldik va bu albatta body'da ichida joylashdi. Endi buni bir qator ko'rib olaman. Aynan mana shu narsalar bo'ldi. Endi men stilga o'taman. Stilga o'tib, men birinchi bo'lib zvyozdichka qo'yib olaman. Bu yerda tushuntirib o'tib ketay, zvyozdichka nima uchun qo'yiladi? Veb-saytlarda hammasida brauzer o'zi avtomatik margin beraveradi. Shuni hisobiga hamma yo'g'ingiz o'zingiz margin padding bermasangiz ham surilib qoladi. Shu sabab margin padding hammasiga 0 beraman. O'chirib qo'yaman umuman bilan men. Font family ishlatmoqchiman. Ctrl+S. Va bular hammasi bo'ldi. Ko'rib turganingizdek, hozir ko'rishimiz mumkin buni veb-saytda. Mana bu yerga o'tib qoldi. Endi men bu yerda body ga beraman. Background image. Background beraman. URL berdim va meni papkamda background image ga bitta rasm tanlab olgan edim. webback.jpg. Mana shu rasmda. webback.jpg. Ctrl+S. Mana bunday holatda bo'lib qoldi. Endi men buni background size deyman. Background size cover
background position center. Background position center. Control plus S. Va mana ko'rganinglardek mana bu narsa bo'ldi. Endi men bunga no repeat beraman. Background size cover, background position shu bo'ldi. Va keyingisi bo'ladi menda background bu yerda centerda o'chiraman. No repeat. Va mana bunday bo'lib chiroyli qo'yildi. Background position bo'ldi. No repeat. Center. Va mana chiroyli holatga keldi. Endi men mana bularni bu yoqqa olib o'tib olishim kerak. Uning uchun nima qilaman? Uning uchun birinchi UL ni ishlataman. Va men UL ga birinchi float right beraman. Control plus S. List style ni o'chiraman. None. Va margin top beraman. Tepadan bo'lsin где-то 25 piksel. Control plus S. Ko'rib turganlardek o'ng tarafga o'tdi va tepadan 25 pikselga pastga surildi. Va endi ULLI ga beraman. ULLI display bo'ladi inline block. Control plus S. Va mana ko'rib turganingizdek tepada inline block bo'lib yoyilib ketdi. Va endi men harflarni, ya'ni ULLIA bo'ladi. Ya'ni mana buni rangini o'zgartiraman va biroz bu yoqqa suraman. Shu sabab ULLIA bo'lib text decoration bo'ladi. Birinchi text decoration ni o'chiraman. Text decoration none. Control plus S. Va ko'rib turganlardek qaysini o'chirib qo'ydim. Tagidagi chiziqchalarni o'chirib qo'ydim. Va bunga rang beraman. Color oq rang beraman. Tushsa kerak menimcha oq rang. Oq rang tushdi va ko'rindi yaxshi. Va keyin beraman men padding beraman. Ya'ni padding bo'lsin tepa pastdan birinchi tepa pastdan 5 piksel bo'lsin va bir-birini orasidan, ya'ni o'ngdan chapdan 20 pikseldan bo'lsin. Control plus S. Qani siljib olinglarchi. Mana. Siljidi. Siz xuddi shu narsani float right qilmasdan float left mana shu yerda bunaqachasiga berib ketsangiz ham bo'ladi albatta. Har kim har xil xohishiga qarab qilaveradi. Va bu bo'ldi. Endi men border beraman bunga. Border bilasizlar. Border beraman 1 piksel bo'lsin. Solid bo'lsin. Transparent bo'lsin. Rangida bu. Border 1 piksel, solid, transparent qildik. Negadir o'xshamadi. Xo'p, keyin hozir boshqa kodlarni ham yozishim kerak. Border radius qilaman 10 piksel. Va bu yerda endi unga hover beraman. 1 piksel solid, mayli transparent emas, black qilaylik rangini. Balki ko'rinadi. Mana ko'rindi. Bosh sahifa bizning xizmat bog'lanish biz haqimizda.
qora yoki boshqacha rang ishlasanglar bo'ladi. Men aktual ranglardan foydalanyapman hozir. Silvermi, shunga o'xshagan rang ishlasanglar bo'ladi va endi bunga hover beraman. Hoverni o'rganganmiz. ULLIA hover figurni ko'pga ochaman va bu yerda hover background color bo'lsin. Mishkani olib borganimda orqa foni oqib qolsin. Harflar emas, orqa foni. Lekin harflari color qora rangda bo'lsin. Ctrl+S. Mana. Olib bordim, orqa fon oq rangda bo'ldi, lekin harfi qora. Aynan mana shunday chiroyli ko'rinishga keldi. Endi men bu yerdan transition berib yuborsam bo'ladi bunga. Chiroyli bo'lish uchun 0.5 sekundda bo'lsin, is bo'lsin. Ctrl+S. Va mana sekin bo'lyapti. Endi font family berdi, font weight berib yuborsak bo'ladi. Qalinligi 500 bo'lsin. Ctrl+S. Bu yerda endi font weight bo'ladi. Bold bo'lsin. Bold font weight. Va mana. Mana shunday chiroyli ko'rinishga kelyapti. Sizlar zeriktirmaslik uchun muzikani balandlatib qo'yaman. Va keyingi o'rganadigan narsamiz bizga bu aktiv bo'ladi. Aktiv beraman. ULLI nokta aktiv bo'lsin. Background color oq bo'ladi. Rangi qora bo'ladi. Ctrl+S. Hop active ULLI active A. ULLI active A to'g'ri. Negadir ishlamadi bu. Ya'ni men demoqchiman, turgan holatda ham aynan mana shunday turish kerak edi bu. Bu negadir ishlamadi. Hop, kod o'rganamiz. Keyingi naqadar tushuntirib o'tib ketaman unda buni. Hozir. Endi biz qolgan narsasini yozamiz. Ya'ni bu yerda div beraman. Keyingi elementimga, ya'ni UL tugadi bu bosh qismi. Ya'ni menu tugadi. Endi bu yerda men div ochaman. Div ochib bu yerda divga class beraman. Va class berganimdan keyin bu yerda main bo'lsin. Asosiy degani. Va endi header 1 element ishlataman va bunga web development school deyman. Va endi web development school deb yozib oldim buni va bu div tugadi. Yana endi alohida div ochaman. Class deyman bunga ham. Va bunga button deyman. Va buni orasiga men birorta video qo'ymoqchiman. Class beraman bunga ham. btn bo'lsin, bo'pti. Xohlagan so'zni yozib olishingiz mumkin va bu yerga watch video. Ctrl+S. Keyingisiga berib video bu yerda inglizcha emas, o'zbekcha yozib qo'ying. Video kurslar deb yozaman bu yerda va ko'proq o'rganing deb yozish mumkin. O'rganing. Ctrl+S.
Va mana bu yerda chiqdi yozgan narsalar. Aynan mana shu yerda. Men mana shuni mana shu o'rtaga olib tushaman. Ayni mana shu ochki turgan joyga olib tushishim kerak. Uning uchun nima qilaman? Uning uchun albatta CSS ga o'taman. Va CSS da endi oxirgi marta active yozgan bo'lsak, endi bu yerda class berdim. Bu classga main berdim. Aynan mainni bajarib ketaman. Bu yerda main kelyapti birinchi va mainda orasida header bir elementi bo'lyapti. Main klassim main. Bu yerda header bir element va colorim bo'lsin, bu ham bir xil bo'ladi albatta qolganlar bilan. Color bo'lsin oq. Va background hozircha background bermaymiz. Font size bo'lsin 70 piksel. Ctrl plus S. Mana bunday katta ko'rinishga keldi. Text transform uppercase. Hamma harflari katta harfda o'tkazsin deyapti. Hozir shunday turibdi, mayli. Shu bo'ldi. Endi men bu yerda mainni birinchi to'g'rilab olaman unda. Yana main o'ziga beraman position. Position beraman, absolute beraman. Hozir ko'rasizlar nima o'zgarishini va absolute nima uchun kerakligini. Ya'ni absolute berdim, mana bu to'liq egallab oldi. Ya'ni position bu scroll pastga tushib qolgani yo'q. Bu yoqlarga chachilib ketdi. Hozir buni to'g'rilab olaman. Xo'p, transform beraman. Yoki bo'lmasam top beraman. 50% bo'lsin. Left beraman. 50% bo'lsin. Va mana ko'rib turganlaringizdek, mana bu yerga tushib qoldi. Va men uni pikselini kamaytirishim mumkin. Va mana bu yerga kelib qoldi. Uni to'g'rilaymiz. Transform beraman. Unga translate bo'lsin -50%. -50%. Ctrl plus S. Va mana o'rtaga turdi. Aynan transform berganimdan so'ng x y bo'yicha 50% dan, ya'ni mana bu top leftlarni ham hisoblab turib joylashib oldi o'rtaga. Aynan shuni yordamida. Shunday bo'lyapti deb o'ylayman. Va endi keyingisi bo'ladi. Menda bu yerda font size ni kattaytirib qo'ysam ham bo'ladi. Ctrl plus S. Biroz g'alati yo'q qoldi ekan. 60 piksel qilsak-chi. 50 normal ekan hozir. Ctrl plus S. Mana development qilmayman, mana shu tushdi. Bu to'g'rilandi, ya'ni chiroyli holatga keldi. Endi men bu yerda battonni to'g'rilayman. Ya'ni battoniga ham aynan position beraman. Positionga absolute beraman. Ya'ni nima uchun berganimni bildingiz. Topga beraman endi. Top 50% bo'lgan endi 60% bo'ladi top bilan. Ya'ni tepadan 60% farq qilsin deyapman. Chap taraf bilan bo'lsin endi. 50% farq qilsin. 50% farq qilsin chap bilan va bunga ham transform translate beraman.
Aynan mana buni Ctrl plus S, Ctrl plus V, Ctrl C, Ctrl V qilib pastga tushib oldim. Shuni beraman. Va hozir refresh qilaman, nima o'zgarganini ko'rishingiz mumkin. Aynan mana bu pastga tushib qoldi. Video kurslar ko'proq o'rganing. Mana bu yerda edi. Aynan mana shu kodlar yordamida bularni pastga tushirib oldim. Endi men ularni button n qilib, ya'ni class berganman mana bu yerda. Aynan mana bu, mana shunga tegishli. Shuni o'zgartirib olaman. Bunga ham border beraman. Border beraman, 1 piksel beraman. Solid beraman. 1 piksel. Solid va rangi oq bo'lsin. Va mana oq border hosil bo'ldi. Endi men shunga padding beraman. Tepa pas 10 piksel bo'lsin, ikki oyoq chekkasi 30 pikseldan bo'lsin. Ctrl plus S. Va mana ko'rganlaridek tepa pas 10 piksel, chekkasi 30 piksel bo'ldi. Va bunga text decoration beraman, ya'ni pastdagi chiziqlarni o'chirib qo'yishim kerak. Text transform berib yuboraman, birinchi uppercase. Nimagadir shu header 1 elementimizda ishlamayapti. Ha, endi ishladi. Ya'ni mana web development school hammasi uppercase bo'ldi. Ya'ni buni endi men Ctrl C A mana bunga ham berib yuborsam ham bo'ladi. Ya'ni hamma harflar katta harf bo'lsa chiroyli turadi demoqchiman. Mana hoverga emas, men o'ziga berib yuborishim kerak edi. Buni hoverga berib yubordim. Hozir olamiz. Ctrl S plus S. Mana bosh sahifa bizning xizmat bog'lanish biz haqimizda. Endi men button ga hover berib yuboraman. Aynan hover ko'p narsani chiroyli ko'rinishga olib keladi. Shu sababdan hover почти hamma veb-saytlarda bitta elementida ishlatiladi. Mana shunday background color bo'lsin. Mishga borganda oqarsan oqasi. Va o'zi qora rang bo'lsin. Aynan menyuga berib o'rganmiz faqat. Ctrl plus S. Hover bo'ldi. Ha, bu yerda text decoration ni o'chirib qo'ymoqda. Text decoration na. Va o'ziga bu yerda color ham berib yuborishim kerak. Rangini oq berib yuboraman bunga. Mana bosh sahifa bizning xizmatlar mana shunday bo'ldi. Web development school bo'ldi, video kurslar bo'ldi. Endi mana shuni bu yerdan ozgina pastga tushirishim ham mumkin. Top 60% qilmayman unda, 70% qilishim mumkin. Ctrl plus S. Mana yana ham pastga tushdi. Endi men video kurslar deb bosganda men aynan mening YouTube sahifamga o'tib ketsin. Shu sababdan mana YouTube ga kirdim va YouTube dan o'zimning kanalimga mana bu yerdan qidirsam ham bo'ladi. youtube.com. Internet yaxshi ishlayapti deb umid qilamiz. Kanalimning silkasini olguncha Web Development School. Mana kanalimiz, YouTube kanalimiz ham chiqdi. Watch more video, ya'ni ko'proq o'rganing degan joyga YouTube kanalimiz silkasini berib qo'yamiz. Buning uchun albatta mana bu yerga kiraman. Href degan joyga silkani beraman. Ctrl plus S. Aha. Bu yerga emas.
ikkala joyga ham berib beraman. Ya'ni sizlar ikki xil silka bersanglar bo'ladi. Men vaqt ketkazmaslik uchun shunday qilyapman. Ctrl+S Open in browser va mana o'zimiz haqimizda, o'zimiz veb-saytimiz haqida qisman gapirib, ya'ni ma'lumot berib turadigan veb-sayt. Bu yerda border domain qalinlashtirsam bo'lar ekan. Yani yana ham chiroyli holatga keltirish uchun border radiusni 2 piksel, 1 piksel emas, 3 piksel qilaman. Qani chiroyliroq. Mana, yana ham qora bo'lib, chiroyli ko'rinishga keldi. Va mana bu yerda video kursga bosyapti. Aynan Web Development School YouTube kanalimizga o'tib ketyapti. Ko'proq o'rganingga ham bossa, aynan shunga ko'rinishga kelyapti. Font weight bering bularga, font family bering boshqacharoq. Ranglarni boshqacharoq qiling, backgroundga boshqa rasm ishlating orqa foniga. Shularni ishlatgan holda o'zingiz shunga o'xshatib biror narsa qilishga harakat qilib ko'ring. Aynan mana shu kodlarni o'rgandik bugun. Ya'ni sizga position absolute bilan text transform, top leftlar tushunchasi to'liq hosil bo'ldi deb o'ylayman. Aynan nima uchun kerak? Position absolute berganimizda, ya'ni biz shuni yordamida qo'ygan mana bu narsalarni mana bu yerda bo'lgani bilan mana shu yerlarga surib tushirib oldik. Aynan position absolute shu kodlar yordamida. Darslarimiz tushunarli bo'lgan bo'lsa, albatta bundan xursandmiz. Keyingi darslargacha ko'rishguncha deb qolamiz. Albatta vazifa qilib o'zingiz birorta shunday sodda veb-sayt yaratishga harakat qilib ko'ring. Albatta savollar bo'lsa murojaat qilishingiz mumkin. Salomat bo'ling.